Minecraftga Pelgerdan biomi nima uchun qo'shilgan? Va biz u yerdan qo'y, mol, chicken, tovuq topolmaymiz. Ya'ni u yerda umuman ovqat yo'q. Ko'p o'yinchilar aytishi mumkinki, bu biom o'ta foydasiz. Lekin bu yerda biz ajoyib qurilishga yaraydigan blok topa olamiz. Bu blok qaysi blok deysizmi? Bu racing bloki va bu qo'lda o'ta tez buzilishga ega. Bu orqali biz o'ta tez narsalarni buza olamiz. Lekin yana bir sabab bor. Agar biz 1.1 versiyaga qaytadigan bo'lsak, bu Mushroom Island biomi. Bu yerni ko'pchilik bilmaydi. Chunki bu yerni topish o'ta qiyin. Lekin bu yer nega aynan Pelgerdan bilan bog'liq desangiz, bu yer Pelgerdanga qarama-qarash bo'ladi. Demak bu siz bilmasdingiz. Siz bilmagan bo'lsangiz, bu yerda umuman yomon moblar spam bo'lmaydi. Zombi, skeletga o'xshagan. Hamda bu yerda biz cheksiz ovqat topishimiz mumkin. Daraxt yo'q, lekin mana bu mollar orqali biz bir dona bowl orqali cheksiz ovqat topishimiz mumkin. Shuning uchun ham Pelgerdanga bu yerni qarama-qarash deyman. Va bu 1.1 versiyadan ham bor. Ya'ni alfa versiyadan beri bu biom bor.